Assalomu alaykum, hurmatli mening aziz kuzatuvchilarim, bormisiz, omonmisiz? Barchangizga yaxshi kayfiyat. Qadrli do'stlar, foydali maslahatlar turkumidan men shu o'qib o'rgangan bir ichimlikni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Ko'rsatishdan avval aytib o'tmoqchimanki, bu ichimlik bugungi kundagi trenddagi ichimlik emas, balki ana shu SSSR vaqtida keksalikni oldini olish yoki bo'lmasa kechiktirish maqsadida eng muhimi organizmni tetik ushlab turish maqsadida ilg'or shifokor tomonidan tavsiya qilingan ichimlikni ko'rsatmoqchiman. Bu ichimligimizda, ya'ni eliksir molodosida yoshlarimizga ham, qariyalarimizga ham eng foydali bo'lgan ichimlik. Bunga eng avvalo men qaynatilgan suv oldim, ozginagina. Buni nima uchun oldim? Sababi bu ichimligimizda bizda koritsa rol o'ynaydi. Bilasizki, o'sha qand kasalligiga giriftor bo'lgan bemorlarimiz ko'proq qatiqga koritsa solib ichsa ham ana shu qonda qand miqdorini kamayishiga harakat qilishadi. Istimoli shunga o'xshagan. Endi bu koritsani shu suvda, qaynagan suvda eritish juda ham qulay bo'lganligi uchun albatta mana shu koritsani bir choy qoshig'ida olamiz, qadrli do'stlar, va buni yaxshilab aralashtiramiz. Mana bir choy qoshig'ida olivka moyidan solamiz. Bir choy qoshig'ida yetadi shunisi. Mana buni ham solib yaxshilab aralashtiramiz. Albatta qatiqni xususiyatlarini yaxshi bilasiz. Eng muhimi oshqozon ichak kasalliklarida buning foydasi juda ham keng. Ana endi qatig'imizni ham solamiz, qadrli do'stlar. Buni ham yaxshilab aralashtiramiz. Ana shu tavsiya qilingan ichimlikka bir choy qoshig'ida toza asal solamiz. Menda mana grechniy asal bor. Mana bir qoshig'i yetadi. Bu ichimlikni shu qonda shakar miqdori, qand miqdori ko'p bo'lganlar albatta shifokorlardan maslahat olishsin. Men albatta ko'p vaqtlardan beri iste'mol qilib kelaman. Deyarli har kuni yoki bo'lmasa kunora, kechqurun yotish oldidan. Bu uyquni mo'tadillashtiradi, bemalol hordiq olasiz, mazza qilib uxlab, ertalab yana bodri deyiladi-ku, shunaqa charchoqlar chiqib, yana ertalabki kayfiyatingiz yaxshi bo'lib, nonushtadan keyin ishga ravona bo'lasiz. Qani, tatib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ajoyib. Buni ta'mini men juda ham yaxshi bilaman. Aytib o'tgandek, ko'p vaqtdan beri iste'mol qilib kelaman, lekin foydasi yaxshi, qadrli do'stlar. Shuning uchun buni foydasi haqida yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, albatta internet sahifalarida juda ham keng ma'lumotlar yoritilgan. Erinmasangiz o'qing, lekin mana qanday tayyorlanishini uy sharoitida men sizga ko'rsatdim. Bemalol buni iste'mol qilishingiz mumkin. Ayniqsa O'zbekistonimizdagi ana shu xonadonlarimizda tayyorlanadigan qatiqlardan foydalanib buni tayyorlab iste'mol qilsangiz faqat foyda va foyda bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Mana shunday o'qib o'rgangan, bilgan, eshitgan, maslahatlar olgan shifokorlardan, albatta malakali shifokorlardan tavsiyalarini sizga asta-sekinlik bilan berib boraman. Sog' bo'lasizlar, qadrlilarim.